Juma tabrik umuman tashlang. Iltimos, juma tabrik tashlang. Tashlashga hech kim haqqi yo'q. Shayx Hazrati ham mavzusini tashlaysiz, Rahmatilla Termiziy ham tashlaysiz. Tashlashga hech kim haqqi yo'q. Assalomu alaykum va rahmatulloh, aziz birodarlar. Hozir internet tarmog'ida ko'p tarqalgan fitnaga sabab bo'lgan, yaqinda hammalaringiz guvoh bo'lgan mavzu bo'yicha oydinlik kiritish uchun o'sha birodarimizni o'zlariga telefon qilamiz. Ya'ni diniy qo'mita tomonidan juma tabriklar qilinmasin, Shayx Rahmatulloh Termiziyni eshitmasin degan narsalarga oydinlik kiritish uchun o'sha birodarimizni o'zlarini topdik. Inshaalloh o'zlariga telefon qilib, to'liq oydinlik kiritamiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Aka, men Abdujalil Al-Amiri, Samarqand shahridan Raddiyalar kanalidanman. Yaxshimisiz aka, tushunasiz? Qachonyapsizlarmi? Tinch, alhamdulillah. O'zlari bilan. Men nomerimni qayerdan oldingiz aka? Siz bilan mahatda o'qigan birodarlardan oldik. Agar imkoningiz bo'lsa agar. Biz internetda tarqalgan sizni, o'sha siz bo'lasiz o'zi aslida. Yaqinda tarqalgan mana juma tabrik qilinmasin, jumaga chiqilmasin degan gaplarda siz bo'ldingizmi, o'zingiz bo'ldingizmi? Ha, men edim o'sha videoda. O'sha mavzu bo'yicha telefon qilyapman. Ya'ni shunaqa narsa bo'lyaptiki, o'zi bu internet olamida ko'p guvoh bo'layotganimiz, ya'ni O'zbekistonni dinga qarshi qilib ko'rsatgan bo'lyapsiz. O'shanga oydinlik kiritishmoqchiman. Nima uchun, nima sababdan bunday degansiz? Kim sizga bunaqa ruxsat bergan? O'tda shunaqa dinga qarshilik, siyosat ketmagan, sal tushunmovchilik bo'lib qolgan. O'zi aslida bir 40 minutcha gapirganman. Baynsaga borib shifokorlar bilan bo'lgan u suhbat. Shifokorlar bilan bo'lgan. Tor doirada ma'ruza edi. O'tdagi, misol uchun juma namoz masalasi yoki domlalar ma'ruzasini tarqatishlik yoki juma tabriklar masalasida fuqarolarni huquqiy savodxonligini oshirishlik, ya'ni diniy masalada siyosiy maydonda dindorlarni ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilmasligi uchun savodxonlikni oshirishlik suhbati bo'lgan edi. Lekin u yerda boshi yo'q, oxiri yo'q, o'rtasidan yulib chiqarib yuborilib, fikrim tugamasdan turib chiqib ketgani uchun shu muhokamalarga sabab bo'lib qoldi. Qanday shifokorlar bilan gaplashgansiz, shuni tushunmadimmi? U yerda shifokorlar bilan bo'lgan paytimizda qonunchilik nuqtai nazaridan davlat dindan ajratilgan, jamiyatdan ajratilmagan, ya'ni davlat tashkiloti din bor, mana bilasiz, menimcha O'zbekistonda 6 xil din bor, 16 xil diniy konfessiya bor. Albatta. Bu barchalarga, misol uchun nasroniy bo'ladimi, musulmon bo'ladimi, yahudiy bo'ladimi, buddist bo'ladimi, barchalari davlat dindan ajratilgan, lekin jamiyatdan ajratilmagan holatda e'tiqodiga amal qilib yurishlik mumkin. Faqatgina bir narsa o'tdi, tushuntirish ishlari olib borilgandiki, doktorlarga aytganmiz, qonun nuqtai nazaridan ish paytida diniy amallar bajarishlik. Aynan doktorlarga qaratib gapirganman. Videoimni agar ko'rgan bo'lsangiz, hajga borgansizlar ish guruh bilan deb gapirganman, ko'rgan bo'lsangiz. Shifokorlarga aytgan. Xos insonlar bo'ladi. Mana tasavvur qiling, siz jumaga ketayotgan paytingizda avariya bo'ldi. Bemor odam kelgan, boshi yirtilgan, qon ketyapti. Siz unga tez yordam ko'rsatib turib, yirtilgan joylarni tikasizmi yoki jumaga ketasizmi? Nima qilasiz degan masalani ko'ndagan qo'yganman-da. Ayrim odamlarda o'sha muammolar bo'lib turib baynsaga kelgan paytda, misol uchun ba'zi bir shifokorlarimiz bo'lmagan, to'polonlar bo'lgan. Shu nuqtai nazardan ozgina sal qizishib gapirgandimki, voy, sizlar ish paytida jumaga borish, davlat xodimisidan jumaga ish paytida borish mumkin emas deganman. O'sha joy yarimchala olib qolinganda, lekin u gapimga shar'iy nuqtai nazardan ham men hujjatlarni keltirganman. Shariatda ham bilsangiz, fatvo boshqa, taqvo boshqa. Taqvo har kim o'zi uchun qiladi, lekin fatvo masalasi yengilroq olinadi doim. Jamiyatda barcha qatlamga mos tushishi uchun berilganda fatvolar. Albatta. U fatvolarda turli xil kitoblardan fatvo keltirganman. Bitta fatvo Laknaviyani, Mavlono Naklaviyani fatvo Laknaviyadan fatvo keltirib aytganman o'tda. Sababini tushuntirib berganman. Shu fatvoni aytib bersam bo'ladimi hozir sizga? Bemalol ayting. Hozir. Qaysi betida? Beti aniq esimda yo'q-u, lekin o'sha fatvoni endi mavzuga chiqishdan oldin bir ko'rib olganmiz, ustozdan o'tkazib olganmiz-da. O'sha fatvoda aytilganki, la tajibul jumu'atu alal mumarriz deyilgan. Endi mumarriz shifokorda. Tushundim. Shifokor inson uchun juma vojib bo'lmaydi deb turib ochiq oydin fatvo kelgan. Bu fatvo faqatgina bu kitobda emas, Durrul Muxtor degan kitobda ham kelgan, yana boshqa kitoblarda ham bunga o'xshash fatvolar kelgan. Bu fatvolardan yana bittasida kunyada ham, endi o'zbekchasini e'tirof qilaman. O'tda aytilganki, agarda shifokor odam jumaga ketsa, bemor odamni sog'lig'iga zarar yetib, uni halokatga uchrashishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, bu shar'iy uzr hisoblanadi. U shifokor jumaga bormaydi u paytda, bemorga qaraydi. Bu degani namozni tark qiladi, inkor qiladi degani emas, u namozni kechiktiradi, keyinroq ado qiladi degani. Nima uchun imminent jumaga nazar berilyapti? Bu fatvolarda undan xabarimiz ham bor, kitoblarda o'qiganmiz.
Bu yerda imminent juma yo'q-ku, faqat namoz keltirilgan. Juma bu. Endi ayrim fuqarolar, misol uchun men o'sha yerda ham o'zi aytganman, u joyim videoda tushmay qolgan. Aytganmanki, ayrim bemorlar borgan paytda, bansiya borgan vaqtida ba'zi bir doktorlarimiz ish soati shu 12 dan, 12:20, 12:15 dan jumaga ketib qolishganda. Ha, tushunarli. Ish soatini tashlab ketib qolgan. 12 dan boshlab toqat qilishim kerak, kiyim almashtirishim kerak deb turib. O'zi vaholanki ish soati yana fatvo kitoblarimizda bor edi, hozir esimga kelmay qoldi. Agarda ish beruvchi bilan ish oluvchi ijara qilgan bo'lsa, shifokorga ham kelganda mana shu narsa. Ish beruvchi ruxsat bermasa, ana o'sha narsada ham o'zini uzrli insonga kiradida. Uzrli insonga kiradi. Endi ish beruvchi deganda bu ham yana fitnaga sabab bo'lib qolmasin. U ish beruvchi deb mana bu oddiy ishlarda emas, taalluqli emas, bu xos odamlar. Xos insonlar, xuddi shunday xos. Mana yaqinda agarda ko'rgan bo'lsangiz, Toshkent shaharda o'zimizda Shayxon Tohir tumanida Beltepada bitta uy yonib ketdi. 3 ta odam o'ldi, keyin do'dasi ham o'ldida, yong'in bo'ldi. Shuning uchun xalqimiz ham aytadi-ku, o't balosi, suv balosidan asraganda turib. Mana o't o'chiruvchilarga ham xuddi mana shu fatvolar tushadi-da. Davlat ishlaydi. Olov sochun o't o'chiruvchi fajarni odam jumaga kirib ketgan bo'lsa, kimnidir uyiga o't tushgan bo'lsa, u jumadan chiqib kelguncha u yonib kulga aylanadi-da. Xuddi shunday, Yonib kulga aylanadi. Harbiylarimiz ham Kabani oldi, o'sha videoda ham aytganman. Kabani oldidan turgan harbiylarimiz bor deganman. O'ta tor doirada fatvolar bor-da, o'shalarga tushadi. O'sha harbiylarga ham tushadiki, Kabani to'rtta tomon turgan harbiylarimiz ham aynan juma paytda ham, haj paytda ham ular mo'min musulmonlar ibodatni xotirjam, emin erkin ado etish uchun turib tursa, ular keyin ado qilishadi. Smena almashib turib, bir-biri bilan harbiylar almashib olib turib, keyin ado qilishadi. Xuddi shunday. Bu narsani tushuntirmoqchi bo'lganman. U izoh bergan joylarim tushmay qolganda videoda. Sizda kimdir bo'lmasa rus tilida podstava deydi-ku. Sal shunga o'xshash anaqa bo'lib qolganda. Keyin shu narsa bo'lib qolgan. Namozga qarshi bu yoq degan turli xil e'tiroz ana bo'lyapti, lekin hech kim o'zimdan kelib so'ramayapti-da. Nima deding, qayerda kimga gapirding demayapti-da hech kim. O'sha uchun oydinlik kiritish uchun telefon qilyapman. Chunki nima deydi, ko'p fitna shunaqa bo'lib qoldiki, davlat xuddiki dinga qarshiday ko'rindi-da. Aslida unaqa emasligini ko'rsatish uchun aslida davlat dinga umuman bir kishiga bir e'tirozi yo'q. Xohlagan odam xohlagan e'tiqodiga e'tiqod qilishga ruxsat bergan, indamaydi. Shu narsani bilish uchun sizga telefon qilyapman. Xo'p, bu mavzuni tushundikda, bu fatvo haqida ham xabarimiz ham bor. Uni tushundik. U bu yerda bo'lgan voqeani inshaalloh yana siz bilan gaplashsak, o'sha materiallarni tashlab bersangiz, siz aytyapsiz-ku 40 minutligi bor. Doktorxonada aytganman, uni ko'rsatamiz, ko'ramiz inshaalloh. Keyingi mavzu, siz juma tabriki deyapsiz. Buni tushunmadim. Qanaqasiga bu Rahmatulloh Termizini yoki o'zimizning ulamolarini like bossa yoki juma bilan tabriklasa, qanaqasiga bir kishiga bir ziyon yetishi mumkin? Diniy qo'mita, ular O'zbekistonda ishlayotgan xos insonlardan bo'lsa, diniy qo'mita tomonidan tasdiqlangan insonlar bo'lsa, qanday ularda bizga zarar bo'lishligi mumkin? Nima uchun shunaqa degan sabab bormi biron xil? O'tda ham o'sha gapim chala qolib ketgan. O'z videoda ham ko'rgan bo'lsangiz, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deb gapirganman, keyin qolib ketgan-ku, video ham oxiriga yetmay qolgan fikrim. Shu paytda ham umumiy hammasiga keyin men izoh berib ketganman. Juma tabrikda ham aytganman, videoda ko'rgan bo'lsangiz, "Voy baraka topkurlar, agar juma tabrik tashlaydigan bo'lsanglar, qo'lda yozinglar yoki ovozli tashlaylar" deganman. Sababini tushuntirganman. Sababiki, mana bizda ekspertizada bir paytda har xil juma tabriklar kelib qoladi-da. Misol uchun xodimlar tadbir qilgan paytda, kimdir fuqaroni telefondan chiqqan paytda, ba'zi bir juma tabriklarining ichida terroristik tashkilotlarning atributlari chiqyapti. Fonda. Ya'ni rasm ichida. Ya'ni misol uchun mana IShIDga o'xshagan terroristik tashkilot. Jumani ichida orqa tomonda Masjid Aqso deydi, lekin ko'pchilik adashadi, sari gumbaz bor-ku masjid, Falastindagi. O'sha masjid rasm turibdi, orqa tomonda harbiylar, askarlar turibdi, qo'lda qurollar ko'tarib olgan, o'rtada juma muborak, bu tomonda mazlumlar turibdi-da. Endi odamning rahmini keltiradiyondagi juma tabrik qilingan, ichida IShID qora bayrog'i turibdi-da. IShID bayrog'i, o'sha qora bayrog'ning ichida la ilaha illalloh degan yozuv turibdi. Bu narsaga din ishlari bo'yicha qo'mitadan, terrorizm xodimlari tomonidan ekspertiza xulosasi berilganda juma tabrigi deb bermayapti-da. Sen IShIDni, terrorist tashkilotning atributini tarqatib o'tadi. Endi ham bir juma tabrik keldi. Endi juma tabrik ichida Sodiq Samarqandiyning Ixlos Org degan kanali bor-ku, bilasiz. Ixlos Org degan kanalni o'rtada katta logotipi turibdi-da. Juma tabrigi pastda burchakda logotipi turibdi. Bir xil qaysidir duch kelgan kanallardan olishadi. Rasmiy o'zimizni Islom o'z, Muslim o'z yoki bo'yi aytganidagi ustozimiz Shayx Rahmatulloh Termiziyni hazratli kanallardan olishmayapti. Duch kelgan kanallardan juma tabrik tashlab berishyapti. U kanallar aqidaparastlik mazmunidagi turli xil domlalarning mavzusi joylangan kanaldan kelib qoladi. U juma tabriklari. Tushunarli. Fon boshqa bo'lyapti ekanda. Juma tabrigiga o'zida muammo yo'q bizda. Juma tabrigi o'zida
umuman muammo yo'q. Juma tabrik qaysi kanaldan olib berilayotganda, juma tabrikni ichidagi aqidaparastlik, ekstremistik, terroristik kanallarni ramzlarida muammo bor bizda. O'shani tashlama qo'y, ajrashishga ilmiy salohiyating yetmayaptimi? Diniy materialni, masalan, qaysi bir ekstremistikka, qaysi bir aqidaparastlik, qaysi bir sof islomniki ajrashishni bilmayapsanmi? Undan ko'ra tashlama. Kerak emas, tashlama. Juma tabriki kerak emas degan joy mana shu joyda edi. Keyin qo'lingda yoz undan ko'ra tabrik taging kelsa-dan. Ovozli tashlang yoki juma kuni ko'rishganda bir-birini quchoqlab turib, birodarlar, jumangiz muborak bo'lsin deb turib tabriklashlik bor. Kartinka tashlashlikni nazar tutganman deman o'tdi. Tushunarli. Ya'ni o'sha kimdir bir narsa tashlasa agar orqa fonda boshqa narsa bo'lishligi mumkin deyapsiz. Shunaqa. Odamda tushunmadi, ustozimiz ham men o'zimni ustoz deb bilaman. Mana shu Shayx Ahmadullo Termiziy hazratlari. Misol uchun mana Mahatda dars berganlar. Barcha ahli ilmlarga juda ko'plab talab ilmlarni, misol uchun kontraktlarni to'lab berganlar. O'zimiz shu narsaga guvoh ham bo'lganmiz-da. Bu yerda shaxsiy adovat yo'q ustozga nisbatan. Endi u yerda to'g'ri sal qizishib ketib turib, doktorlarga nimadir narsani yetkazib berayotgan paytda ma'ruzachi o'sha gapirayotgan narsasiga tushib turib, ma'ruza qilmasa, o'zi his qilib turib ma'ruza qilmasa, ma'ruza ta'sirli bo'lmaydi-ku. Sal o'tda meni aybim hissiyotga berilib turib, jazavaga berilib turib gapirib qo'yganimda xuddi ko'z qarashlarim, mimikalarim xuddi davlat dinga qarshi, nimaga juma tabrik tashlayapsan, nimaga jumaga boryapsan degandagi boshqacha bir kayfiyat uyg'otib qo'ygan. Bu joyda o'zimni xatoim borligini bilaman. Ma'ruza qilish uslubimda xato ketib qoldi. Mana shu joyda ustozga nisbatan mana o'tda tilga olib qo'yganman. Endi anaqa ahli ilmlarimiz, misol uchun Shayx hazrati aytganman-ki, ustozimiz Rahmatulloh Termiziyni qo'shib qo'yganim uchun ustozga boshqacharoq borib yetib bordimi deymanda, mendan sal xafa bo'lib qoldilar. Lekin mana shu endi kuni kecha bir sutka bo'ldi. Endi ustoz murojaatlarini ko'rdim. Vaziyatga qarab turib ustoz ollariga borib kelaman deb turibman. Endi biz nima bo'lgan taqdirda ham baribir shogirdmiz, biz ustoz deb bilamiz. Hozir kimdirlar o'yin qildi. Biz Rahmatulloh Termiziy hazrat ustozimiz bilan, shayximiz bilan qiblamiz bitta bo'lgan insonmiz. Mazhabimiz bitta bo'lgan, yo'limiz bitta bo'lgan insonlarmiz. Bizni bir-birimizga nisbatan qanaqadir gina adovat, fitna uyg'otib qo'yishdi. Lekin biz bunaqa fitnaga uchmasdan turib, men yoshman, shogird deb bilaman o'zimni. Borib turib, ustoz sizdan o'tgan bo'lsa uzr deyishdi. Biz hech qachon bu narsani o'zimizga kamsitilgan deb o'ylamaymiz. Navbatdagi bizning vazifamiz bu narsa. Tamom, bu narsani tushundim. Alloh oson qilsin-da, lekin O'zbekiston ulamolariga like bosmaslik masalasi nima? Nimaga qanaqasiga bosmaslik kerak? Ruxsatdan o'tilgan bo'lsa ular. Mana shu joyda mana hozir aytdim-ku, Shayx hazrat mavzulardan ustoz Shayx Ahmadulloh Termiziyning mavzularini tilga olib qo'yganim, men o'zimda ko'rgan narsam Shayx hazrat mavzularini joylashgan. Ma'ruzalari ketyapti. Bir 15 sekund, 20 sekund hazrat gapirganlardan keyin davomiga Abdulla Zufarov ma'ruzasi joylashyapti. Ko'rgan odamlar boshida hazrat chiroyli gapirganlar, madinasini tushuntirganlar, davomida keyin Abdulla Zufarov ma'ruzasida mana ko'rib qo'yinglar, o'zbeklar, mana o'zinglarni shayxinglar, Shayx Muhammad Yusuf bunaqa deb turibdilar deb turib, u hazrat videolardan, yuzlardan foydalanib turib, o'zini targ'ibotlarini tarqatyapti. Yoki mana ustozimiz Shayx Rahmatulloh Termiziyning ham ma'ruzalarida xuddi mana shunaqa bo'lgan. Turli xil fitnalar qilib turib, jamoatchilikda eng ko'p tarqagan ma'ruzachilardan bittasi mana Rahmatulloh Termiziy bo'lsalar, ularni videolarini montaj qilib turib tarqatishganda, o'shaning uchun men aytamanki, voy, rasmiy o'zimizda ahli ilm bo'lgan taqdirda ham, din ishlari bo'yicha qo'mitadan xulosa olgan, tizimda ishlayotgan domlalarimiz bo'lsa ham, puch degan kanaldan olib tarqatmalaring ularni. Montaj bo'lib o'zgartirish qilingan bo'lishi mumkin domanda u ma'ruzani. Shu joyda sal tushunmovchilik bo'lib qoldi-da. Keyin ustoz ham videoda aytdilar-ku, bizni ma'ruzamiz bemalol tarqatib bo'ladi, hech qanaqa narsa yo'q dedilar-ku. Rezonans bo'layotgan odamlarning qalbiga g'ulg'ula solgan narsa shu bo'ldiki, nima uchun O'zbekiston ulamolarini like bosish, tarqatish mumkin emas? Axir ular O'zbekistonda o'qib, shu yerda bitirib, davlat tomonidan ruxsat olinib, shu joyda ishlayapti, xalqqa xizmat qilishyapti. Nima uchun ularni ham tarqatish mumkin emas degan savollar juda ko'p. O'zingiz mana shu joyda bitta ozgina izoh bersam maylimi, aka? Bemalol. Internetda, Instagramda ayniqsa videomni ko'rib turgan paytingizda like bosmasangiz ham, pereskat qilmasangiz ham bitta videoni ustida buni qarab tursangiz, 3 sekunddan ko'proq qarab tursangiz, o'sha sizni sun'iy intellekt o'rganadi-da. Siz nima narsaga ko'proq qiziqayotganingizni bilib turib, shunga o'xshash kontentlarni chiqarishni boshlayveradi bilsangiz. O'zi qiziqdir. Demak, bir marotaba mana shunaqa rasmiy bo'lsa ham ahli ilmlarimiz mavzusini tarqatgan odamni oldidan sun'iy intellekt, internet shuni o'rganayotgan diniy, demak, bu fuqaro, bu Instagramdagi profil egasi ko'proq diniy material qiziqtiryapti deb turib, ular tomonidan, uchinchi qo'l egalar tomonidan siyosiy hokimiyatni egallashga harakat qilayotgan din niqobli guruhlar bor-da. Ular tomonidan tayyorlangan materiallar ham
shu fuqaroni oldidan chiqishni boshlayapti-da. Ular keyin rasmiy domlalarimizni tarqatib qo'ysa, oldin norasmiy materialdan chiqib turib, layk bosib, tarqatib, bunga reaksiya bildirib qo'ysa, keyin yo moliga, yo joniga bir muammo bo'lib qoldi. Ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik tortishga bir asos bo'lib qoldi. Mana shunaqa narsalar. Shuning uchun hushyor bo'ling degan ma'noda, o'zing o'rgan, o'zing eshit, birov dinni o'rganmoqchi bo'lsa ham, o'shanga tavsiya qilganda o'sha kanalga kirgan, qo'y tashlaganingda muammo bo'lib qolishi mumkin deb tushuntirganman-da men. Ya'ni kim qayerdan tashlayotganligini bilishligi kerak demoqchisiz. Shunaqa. Muammo o'zimizda ahli ilmlarimizda yo'q. Muammo o'zimizda ahli ilmlarda emas. Faqat fuqaro bilish kerak, montaj bo'lmagan video ekanligini. O'zi mana yana bitta narsani so'ramoqchiman. Siz как раз diniy qo'mitada ishlar ekansiz. Yaqinda bo'lgan voqea Abdulloh domlani marg'ilay bosgan odam qamaldi 3 yilga. Nima sababdan? Mana qarang, Abdulloh domlani ana biz o'zimizdan hurmat qilamiz, ko'p eshitamiz ma'ruzalarni. Deyarli aksariyat fuqarolar yuzini ko'rmagan, tanimaydi-da domlani. Abdulloh domlaning ma'ruzalari, tabiat manzaralari turli fonlarga qo'yilyapti hozirgi paytda. Bir videoga ham qo'yildi. Abdulloh domlani ma'ruzalar qo'yilgan videoda taqiqlangan videolarni ustiga domlaning ovozlari joylangan. 3 odamni qatl qilib, muborazani yana talab qilib turibdi. Shunda musulmonlarning bahodirlaridan, pahlavonlardan bittasi chiqdi, uni ham qatl qildi. Urush sahnalari bo'lgan, aynan so'shin qaynoq nuqtalar borki, hozirgi paytda jihod bormi deb turli xil fuqarolarimizni mujohid bo'lish kerak. La rohata fi dunya, bu dunyoda rohat yo'q. Agar o'lsang ham jannatga kirasan, shahid bo'lasan degan dindan o'zini shaxsiy g'arazli maqsadda foydalanayotgan kuchlarni g'oyasi yo'g'rilgan videoni ustiga Abdulloh domlaning ovozlari qo'yilgandi-da. Unga keyin bitta fuqaro layk bosib tarqatib qo'yganda nima bo'ldi? Chet eldagi turli xil fitnakash saytlar mana O'zbekistonda bitta fuqaro Abdulloh domlaning ma'ruzasiga layk bosgani uchun, Abdulloh domlaning ma'ruzasini tarqatgani uchun davlat uni olib borib turib 15 sutga tiqib qo'ydi. O'zbekistonda diniy erkinlik yo'q degandagi g'ulg'ula solib qo'ydi. Bu tomonmi Abdulloh domlaning o'zida emas. U Abdulloh domlaning ma'ruzasi qanaqa videolarni ustida ishlanayotganligida, qanaqa ma'ruza qilayotganligida. Ya'ni hozir mana shu narsani tushunishmayapti. Ya'ni hozir fitna ketyapti demoqchisizki, o'sha o'zimizda o'zbek ulamolarining domlalarida ovozini boshqa fonga qo'yishyapti. Xuddi shunaqa. Ham yaqin sharqdagi bo'layotgan turli xil jihod degan g'oya bilan bitta bayroq ostida xalifalik o'rnatamiz degandagi g'oya ostida yurganlarni video roliklarning ustiga bizni domlalarimiz joylab qo'yishyapti-da. Subhanalloh. Keyin davlat chaqirtirib buni gaplashsa, fuqaro aytadi, "Voy, baraka topib ko'rdi otam ichki ishlar xodimiga. U Shayx Muhammad Yusuf-ku yoki Shayx Rahmatulloh Termiziy-ku, nimaga meni javobgarlik tortyapsan?" desa, "Voy, baraka topib san ham qaragan, uni orqasiga IShID bayrog'i turibdi. Qanaqadir terrorchilar, mujohidlarni jang sahnalari turibdi. Ana o'shaning uchun senga nisbatan bu siyosatdan qo'yibman" deyapti. Tushungan tushunyapti, tushunmagan tushunmayapti-da. Yoki ayrim domlalarimizning videosi gapirgandan keyin orqasiga nashidalar qo'yib yuborishyapti-da. Zapret bo'lgan nashidalar ro'yxatlari bor. Arab tilini bilmadi fuqarolarimiz. O'zi bilmasdan turib, u ritmi qulog'iga yoqyapti, ohangi qulog'iga yoqyapti-da, keyin o'sha narsani layk bosib qo'yishyapti. Tushunishmayapti mana shu joyda. Menda ham xuddi mana shunaqa. Bu hozir aytgan gaplarim o'sha videoimni 40 minutlik videoimni ichida bor edi-da, o'z ma'ruzamning ichida. Tushunarli. Hozir bu yerda faqat fitna ketyapti ekanda. Shunaqa. Sizga nisbatan ham fitna bu hozir internet tarmog'ida. Subhanalloh. Xullas, men nima demoqchimanki, hozir mayli siz agar ruxsat bersangiz, zapis qilib oldik, buni chiqarmoqchimiz. Sizdan bir iltimos bor. Nima maslahat berasiz? Hozir buni nimaga zapis qildingiz? Hozir men ovozimni zapis qildingizmi? Ya'ni xalqqa ko'rsatish, ya'ni shariatda xabaringiz bor, o'qigansiz, ikkinchi tomon eshitilishi kerak. Ikkinchi tomon eshitilmasdan hukm chiqarish bu joiz emas. Shuning uchun sizni eshitish uchun nima qildik va sizdan hozir rozilik so'rayapmiz, agar ruxsat bersangiz. Keyingi masala, agar ruxsat bersangiz albatta, iltimos bor edi. Bu siz mana diniy qo'mitada ishlayapsiz. Kimni eshitish kerak, kimni eshitmaslik kerak va layk bosish mumkinmi, mumkin emasmi? Davlat qarshimi laykka? Shuni bir ochiq aytsangiz. O'zbekiston Respublikasida layk bosganlikka javobgarlik qachon bo'ladi? Qachonki ana o'sha diniy material ekspertizadan o'tkazilgan paytda ekstremistik, aqidaparastlik, terroristik g'oya yo'g'rilgan degan xulosa berilsagina ana o'shanaqa diniy kontentlargagina zapret bor. Bu faqat islom dini bilan bog'liq emas, bu aytganlik 6 xil din. Yahudiylar ham missionerlik qilsa yoki nasroniylar ham missionerlik qiladigan targ'ibot materialini olib chiqsa, unga nisbatan ham chora bor. Faqat musulmonlarga deb o'ylash kerak emas vatan. Qonun hamma uchun barobar. Nasroniy bo'lsa ham, yahudiy bo'lsa ham, buddist bo'lsa ham, agarda amaldagi qonunchilikka zid material tarqatsa, fuqarolarning diniy e'tiqodiga tajovuz qiladigan material tarqatsa, unga ham chora bor. Kimni eshitish kerak emas?
qanaqa material eshitish kerak deydigan bo'lsa, diniy materialni ajratishga salohiyat yetmayaptimi? Duch kelgan kanaldan eshitmasin-da, Islom Uzdan eshitsin, Muslim Uzdan eshitsin, Fatvo Uz, misol uchun o'zimiz rasmiy ahli ilmlarimiz bor. Tizimni ishlab turgan, ayni damda tizimni ishlab turgan mana ustozimiz Shayx Ahmadullo Termiziyning ham Mehrob Uz saytlari bor. Yaqin berdi domla ustozimiz Xatib Uz degan yoki Rahim berdi domla Ofikil degan saytlari bor-da. Mana shunaqa rasmiy ahli ilmlarimizni o'zining rasmiy kanalidan foydalansa, anaqa rasmiy bo'lmagan, fake boshqa qanaqadir o'zi fan klub bo'lib turib ochib olgan, ma'ruzalarni tarqatib kelgan yigitlarni kanalidan eshitmasin-da, ulardan tarqatmasin. O'zimizni imomlarimizni kanaliga like bossa, o'zimizni rasmiy ahli ilmlarimizni ma'ruzasini tarqatsa muammo yo'q. O'zimizni ahli ilmlarimizni eshitsin. Davlat shuncha sharoit yaratib beryapti. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich prezident bo'lganlardan keyin qancha bir 100 ga yaqin masjidlarimiz yana ochildi-da. Termizda madrasa ochildi, oliy